Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana Johnny FC. Bugungi videoda sizlar bilan 60 ming Jamesga open pay qilamiz. Bilmadim nega bundan oldingi videoni prosmotri, like, kommenti umuman ham yo'q. Bundan oldingi video juda ham kam ko'rilibdi. Bunisi juda ham ko'p ko'riladi degan umiddaman. Like va obuna esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Johnny FC bo'ladi hozirgi vaqtda. Xo'p, biza birinchi bo'lib bu yerdan draft olishdan boshlaymiz. Bizada hozircha 12 ming, bu birinchi akkauntim emas, qo'shimcha akkaunt. Bunda 12 mingta Jamesga open pay qilib olamiz. Hozirda biza daily voucher olamiz. 2000 James va bizada yana 10 ming James qoladi. Bunga esa 3 ta dona olamiz. Xo'p. Sizlardan uzr so'rab qolaman, chunki ozgina internetimizda muammo bo'lyapti. Bundan men sizlardan uzr so'rayman. Menimcha bu video juda ham ko'p prosmotriladi va like ham shunga yarasha bo'ladi. Biza 50 ta obunachi bo'lishga ozgina qoldi. 15 ta odam obuna bo'lsa 50 ta bo'lamiz va biza sizlar bilan har kuni stream qilamiz. Open pay bo'ladi streamda. Birga bir obunachilar bilan o'ynaymiz va obunachilarning akkauntini birgalikda baholaymiz va boshqa ko'plab o'yinchilarni obzor qilib o'tamiz. Biza 50 ta obunachiga juda ham oz qoldik. Obuna bosing, like bosing va bunday videolar juda ham ko'p chiqadi. Biza hozirda 10 ta o'yinchi tushdi. Bu yerdan draft menimcha umuman tushmayapti. Nimasini foizini kam qilib qo'yishgan. Umuman adashmasam shu The World Game kelgandan beri biron marta tushgan yo'q, bir dona ham draft bu yerdan. Biz endi 9000 ta 3 ta draft olib olamiz. Xo'p. Bu yerdan 3 ta. Keyin esa open pay'ni boshlaymiz. Xo'p, internetdan hali ham juda ham muammolar ko'p. Internetni to'g'rilash kerak. Bundan esa sizlardan uzr so'rab qolaman. Biz endi open pay'ni boshlaymiz. Xo'p, bu yerga Gullit bor. Har doimgidek Gullit juda ham yaxshi. Keyin esa bu yerda Vini Junior va yana 120 lardan Haaland kelgan, Odegaard shular bor. Biz Haaland pakini ochamiz. Xo'p, birinchisi juda ham %17 ozgina qolgan ekan. %18 yoki %19 ga. Xo'p. Adashmasam kerak, %15 ekan. %15 larda o'zi keragi ham yo'q. Faqatgina shartga unchalik tomosha qilib o'tirish keragi yo'q. Bu esa 113 ekan. Xo'p. Bu open pay'imizda yaxshi o'yinchi tushmadi, to'g'ri tushmadi. O'zi anchadan beri menga o'yinchi tushayotgan yo'q, faqatgina obmendan olyapman, ya'ni shart yig'ib, shartdan olyapman. Oxirgi marta menga tushgan o'yinchi bu kim edi? Aldash Sari tushgan edi oxirgi marta 119, undan keyin menimcha faqat 118 tushdi. 119 o'zim oldim. Mayli, hali juda ham yaxshi omadimiz kelib qolar, balki 120 tushishi ham mumkin yaqinda. Shu sezonda tushirib olishga harakat qilamiz, chunki bu sezon juda ham ko'p bo'lib o'tadi va juda ham ko'p narsalar olishga ulguramiz. Bizda yana 6 ta James bor. Bizning akkauntimiz hozircha juda ham musor. Ikkinchi akkauntimiz, buni ham kuchaytirishimiz kerak. Buni 120 overall qilganda bizning Telegram kanalimiz bor. Bilsalaringiz, Telegram kanalimga o'tib olinglar. Bu bizning Telegram kanalimiz. Bu profilimni pastida Telegram kanal uchun deb qoldirganman. Unga kiring va ularda yangi xabarlar, promokodlar hammasi bor va biza konkurs qilganmiz. Konkursga qo'shilib qolsangiz, bu akkaunt 120 bo'lishi bilan, u yerda esa 20 ta obunachi bo'lishi bilan 120 mana shu akkauntni boshlaymiz. Hozir bu eski video, hozircha 119 bo'ldi bu akkaunt. 120 qilamiz. Bitta o'yinchi, ya'ni 118 olsak, hozircha 118 ga 1000 ta shart setmayapti, uni olamiz va 118 olib 120 o'roq qilib qo'yamiz.
Telegramga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Promokod yangi xabarlar hammasi o'sha bo'ladi. FC Mobile haqida biz hozircha Upa kanalini kuchaytirib olamiz. Obuna qilmasin. Просмотр bundan oldingi video emas, undan oldingi videolar ko'p bo'lganda men esa bir oy o'qidim va endi mana shu oy sizlar bilan juda ham ko'p videolar chiqaramiz. Bu oy dam biz menga va bu oyda juda ham ko'p open paklar, o'yinchilarning yaqinda obzor videosini chiqaraman. Uni ham xudo xolasa bu video qo'yilgandan keyin adashmasam bir kun o'tib qo'yaman, o'yinchilarni obzor qilaman. 120 o'yinchilar obzor qilmayman, chunki o'zi 120 eng zo'r o'yinchilar 119, 118 larni obzor qilib qo'yaman. Va keyingi video yana open pack bo'ladi yoki bo'lmasam boshqa bir video qo'yaman, qiziqarli. Hozircha mana 118 qilib oldik bu akkauntni. Xo'p, bizda boshqa beradigan hech qanday emblema nimalar yo'q. Shu emblemani qo'shishi juda ham foydali. Ba'zi o'yinchilarni nimalarini, statistikalarini juda ham kuchli qilib yubormoqda. Bu ko'pchilikka yaxshi bo'lyapti. Xo'p, har doim hozircha bizda bu akkaunt 118 bo'lib oldi va biza endi yana open pack qilamiz. Bizda 14 mingta gems bor va biz bunga marketga kirib yana draft olib olamiz. Xo'p, bu yerda donat qiladiganlar uchun juda ham zo'r. Mana 110 + 5 ta ochasiz va keyingisi besplatno bo'ladi. Xo'p, biz bu yerdan tekin ochib olamiz. O'zimiz uchun besplatnosini. Bu yerdan nima tushar ekan? Va o'rta o'yinchi har doimgidek yana shu. Biza endi daily voucher, daily offerga kirib ketdim. Donat qilganlar uchun juda ham imkoniyatlar ko'p. Xullas, 2 Jamesga olamiz. Chunki 0.56 sent bunaqa paketlar 1.37 sent, 0.56 sentga mana yana bu yerda Deluxe'dan yana 30 draftlari. Esa faqatgina mana kerak 4 dona draft token olamiz. O'sha bizda marketdan 5 ta draftlar oldik. Bu yerda esa FC pointslar mana bu yerda donat qilsangiz 4 o'yinchidan bittasini beradi va biz bu yerdan yangi o'yinchi Dudek 117 menimcha endi hech kim kerak emas, lekin yangi boshlaganlar uchun tanqis bo'lishi mumkin. Buni olib o'ynatsangiz bo'ladi. Bu yana o'sha eski akkauntimiz, ya'ni ikkinchi akkaunt 118 har ham. Xo'p, birinchisidan Fajar degan o'yinchi ekan, nomini qarang. Yana 10 dana tushmoqda bizaga. Yaxshi, xo'p, musor. Xo'p, keyingisi musor. Xo'p, keyingisi ham musor. Xo'p, yana keyingisi va yana ham musor. Omad umuman kelmayapti, bilmadim nimaga. Xo'p, biz endi Star Thingsga kirib olamiz. Bu yerda bizda 525 ta bor. Biz esa bu yerdagi o'yinchilarni berib yuborishimiz kerak. Bizda 1800 ta bo'lar ekan. Berib olamiz. 1800 taga o'yinchi bo'lmaydi. Undan ko'ra bu yerga birontasini qo'yganimiz yaxshi. Xo'p, 10 ana bu yerda, 10 ana kerak emas bizga. O'zi qo'ydigan o'yinchilar yo'q ekan birontasi. Xo'p, hozircha bu akkaunt shunday ko'rinishda, o'zgarmayapti. Xo'p, ozgina qoldi 120 bo'lishiga. Menimcha ertaga qo'yadigan videomda 120 bo'lsa ham kerak, yana bilmadim. Xo'p, endi o'zimiz dastlabki akkauntimizga o'tamiz va draftga kiramiz. Bu yerda 13 ta draft bor. Xo'p, ko'ramiz, o'yinchi tushira olamizmi yoki yo'q. Xo'p, birinchisi emblemaga 10 ta qo'shiladi. Tushmoqda, yaxshi. LKB bo'lsa LKBda. Xo'p, keyingisi ham
bo'ladi. Yana Kavavi tushmoqda. Bu yaxshi, ikkita 117. Shularda o'rniga bitta 118 bersa bo'lmaydimi? 111 Ibrahim tushmoqda. Hop, yana bitta bizada 10 ta qolmoqda. Bundan tashqari hop 95 ta yurdi musor. 10 talik ochmayman. 9 ta qolibdi. 10 talik ochmayman chunki 10 talikdan menga umuman yaxshi o'yinchi shu kungacha tushmagan. Tushmasa ham kerak. Hop, keyingisi menimcha musor tushyapti. Nimaga bilmadim. Hatto 117 tushsa ham bo'ladi. Tushmoqda 115. Pulbadan o'yinchi tushyapti, lekin 115 tushyapti. Kerakda 116 Albright degan tushyapti. Rasmi ham yo'q ekan. Hop, keyingisi internet ishlamay qoldi, adashmasam. Hop. Bu musor da 113 tushmayapti nimagadir. Keyingisi 114. Shundoq bo'ladi. RB 115. Yaxshi o'yinchi tushmayapti. Asosiy akkauntimga ham, ikkinchi akkauntimga ham bitta 118 yoki 119 tushishi kerak. Shuncha paytdan beri nimaga tushmayapti bilmayman. Oxiri mendan o'yinchi olishimizga to'g'ri kelyapti. Meni 112 oxirgi payt. Bu yerdan kim tushadi? Xo'p, bu yerdan hattoki Milimaga ochgan qo'shilmadi. Bu 113 tushgan o'yinchi tushmoqda. Hop, bizning keyingi qiladigan ishimiz 2938 ta James qolgan. Yana 100 dona topsak, yana bitta draft topib olishimiz mumkin. Bu yerdan biz ligaga kiramiz. Ligadan bizga bitta berish kerak. Yo'q, olgan ekanmiz buni. Afsus. Buni olmaganimiz hozir yana bitta uchragan bo'lardik. Adashmasam 13-ni o'sha 13 taning ichidan olgan bo'lishimiz. Bizda 4300 nechta duram liga to'kini olgan ekan. Bizga yig'ilib tursa, keyingi payshanba yangilanadi va bu payshanbada biza o'yinchi ya'ni yana draft olishimiz mumkin. Agar 10 mingta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda USF Points'ga ochiladigan paklar juda ham yaxshi pak. Bundan 5 ta ochsangiz, keyingisidan 3 ta ochishingizga to'g'ri kelar ekan. Bittasi ekan, qolgan ikkitasi pulli bo'lsa kerak va oxirgisida 117 plus o'yinchi bo'ladi. 118, 117, 190 ta tushishi mumkin. Biz bu yerdan 41 mingta liga tokenimiz bor ekan. O'yinchi to'g'ri tarafga olib olamiz. O'yinchi kerak emas bizga. Chunki bu yerda Dudek menimcha kerak emas. Oldin menda 116 ni o'ynayotganman. Yaxshi turgan, lekin bu menga olinadigan Dudek menimcha yaxshi narsa kerak deb o'ylayman. Hozircha menda 119 David Raya turibdi. Mening himoyachim, ya'ni Varattamning himoyachisi. Hop, Gaberu tushmoqda 111. Anchagina bo'yi past bo'lsa ham chaqqon, ancha-muncha udar to'sadi. Hamma Varattam gol kiritadi, lekin ancha-muncha udarni to'sadi. Maslahat beraman. Juda ham yaxshi. Hop, bizani yana draft o'z nihoyasiga yetdi. Bizda 17700 ta shards bor. Bu shardsga keyinchalik o'yinchi olamiz. Hop. Bu yerda yana aytib o'tganimdek Plipak, biz esa Deluxe. Bu hamma yaxshi biladi. Bizda 11 mingta yana James bor. Bunga ham draft olamiz. Bir dona draft 2000 taga.
Endi esa bepul pak. Bu yerdan draft tushmagan. Tushmasayam kerak. Ikkita rankap tushdi. Hop, keyingisi exchange'dan olib bo'lganmiz hammasini. Bu esa dudek yomon kelgan, to'g'risini aytsam. Masalan, hech kim olmasa kerak, hamma draft bilan rankap oladi. Ko'pchilik bilmadim endi. Hop, biz yana draft olamiz va yana open pack qilamiz. Hop. Bu safar kimni ochamiz? Hozircha biz daily tashlab olamiz. Reklamani keyinchalik ko'rib olamiz. Hop. Biza qiladigan ishimiz open pack bo'ladi. Open packda bizaga Maradona kelgan. Juda ham ajoyib kartlardan biri 120 Maradona, yonida esa 119 Cristiano Romero. Uni statistikasi yaxshi, olish arzisa kerak 119. Lekin Maradonani albatta shartingiz bo'lsa olish maslahat beraman. Mumkin. Nega? Shami 116 o'yinchi tushmoqda. Va yana har doimgidek bizga omad kelmayapti. 110 o'yinchi oxirgisi Ligashga qo'shildi. Juda ham past. 110. Hop, biz endi menga kirib olamiz. Bizda 22 mingta shartimiz bor va biz bunga bitta 119 olib olamiz. Kimligini ko'pchilik tushunib bo'ldi. Adashmasam, Sapnik juda ham yaxshi o'yin ko'rsata olgan va Sapniklar bo'yicha birinchi o'rinda turgan. Bu yerda bergan hech kim yo'q va bizda Del Piero'ni olamiz. Hamma biri bo'ldi. Juda ham yaxshi Sapniklardan biri. A'lo darajada desa ham bo'ladi. Statistikalari juda ham a'lo. Hop, buni olib olamiz. 119 Del Piero. Yana har doimgidek obmendan oldik. Tushmadi bironta 109 o'yinchi. Bizdan akkauntimizga kirib olamiz, ya'ni klubimizga. Bizning klubimizda Tots emblema full bo'lgan, The World Game ham ozgina qoldi. Hop, lekin pulli emblemani biz ocha olmaymiz, chunki bitta o'yinchini ochish uchun 32 mingta S-points kerak. Biz bunchalik masalan olish niyatim yo'q, o'yinchi pulini xarj qilib bo'lsa bitta 120 o'rin, undan ko'ra 1-2 hafta yoki 3-4 hafta shart to'plasangiz ham olishingiz mumkin. Biz endi Del Piero'ni Sanchesdan treningini o'tkazib olamiz va buni treningini full qilib olamiz. Hozir bunga o'tkazib oldik. Del Piero. Hop. Del test emas, trening transfer qilib, trening transferga kirib ketdi. Uzr. Biz o'zi adashib ketdim. Treningga kirib olamiz kerak. Treningdan biz bunga 30 levelli qilib qo'yishimiz lozim. Bizda 70liklar ketar ekan. Hop, hozir bu kuchaytirmagan holatda ham juda ham yaxshi, tezliklari 177. Ancha yaxshi. Hop. Endi biz bunga rankap beramiz. Oho, 8638 o'yinchi yo'q, shuning uchun ikkinchi rank. Uchinchi rank. Yana qo'yamiz. Full Del Piero'ni statistikasini ko'rib olamiz. Qizil bo'ldi. Endi esa Del Piero juda ham yaxshi. Biz bunga scoring bilan dribling va keyin pas berganimiz yaxshi Sapnikka. Hop, mana bizning Del Piero'miz full ko'rinishda 5 oyoq. Juda ham yaxshi o'yinchi. Hop. Skill moves tour, stamina 4.5.
197 tezlik. Bu yerda esa tretslari juda ham yaxshi va bu yerda anchagina yaxshi playstyle berilgan. Ko'rishingiz mumkin. 90 ga juda ham yaxshi tepada. 202 tepish, 200 pas, 213 dribling. Bu o'zi 45 pistol bo'lmoqda. Xo'p, hozirda bizda shu akkauntimiz 119 lar bilan kuchaygan. Faqatgina bitta sabazlar qolmoqda. Bu yerda biza tor 2 tor pozitsiyasi kerak. Qani tor 2 tor mana pozitsiyasi. Pozitsiyada bizning o'yinchilarimiz shu ahvolda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Anchagina yaxshi turibdi. Bizning emblemamiz Champion Lig emblemasi turgan, shuning uchun 125 bo'lib turadi. Aslida esa bu 124 overall emblema full qilingani uchun 125 bo'lgan. Xo'p. Mana Del Piero STda, ya'ni strikerlik vazifasini ham bajarib beradi. Xo'p, biz endi emblemani bu yerga qo'yib olamiz. Champion Liga emblemasi qo'yildi do'stlar. Undan keyingisi hozirgi The World Game, ya'ni Jahon chempionati emblemasi. Xo'p, bu emblema qo'yildi. Va keyingisi Jahon chempionati emblemasi va undan keyingisi FC ni emblemasi. U adashmasa mana 104, 3 Maradona, Kaka o'sharda olgan to'lardi, 200 Jamesga berardi. 20 ta o'yinchimidi, shunaqa o'yinchilar edi. Biz uni olib bu FC emblemani full qilib qo'yganmiz. Level 3, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Champion Liga 5, Jahon chempionati tur va FC 3, 5 tur, 3 sanoqli son bo'lib qolgan. Xo'p, Del Piero statistikasiga yana bir qaytib o'tamiz. 105 defining, 145 pistol. Adashmasam bir time yoki 2 time ham o'ynab berishi mumkin. Boshqa o'yinchingiz bo'lmasa. Boshqa o'yinchingiz bo'lsa, birinchi time'da to'g'ri, ikkinchi time'da almashtirib olasiz. Bu esa Shield. Xo'p, ikkalasini solishtirib ko'rgim kelyapti. Chunki ikkalasi ham strikerda o'yna oladi. Shield tepishi kuchli, tan olish kerak. Juda ham yaxshi. Tepish bo'yicha, ya'ni shotting bo'yicha 3-o'rinda turadi. Birinchi o'rinda Ronaldoni U30 kartochkasi. Xo'p, 3 ga 3 o'ynayapti. Shield defending bilan pistol ko'proq ekan. Shootingga ham ko'proq, lekin tezlik, pas va dribbling Del Piero'da kuchli. Setiga qo'ysa arziydi. Sapnikda ham o'ynatsalaring bo'ladi, lekin ikkinchi pozitsiyasi seti Del Piero'ni. Bu Shield play stili. Bunga ham yaxshi play stil berilgan. Shiyirga udarni kuchaytirib beradi. Juda ham yaxshi. Udari o'zi kuchli, lekin juda ham kuchli qilib beradi. Hozircha bizning akkauntimiz shunday ko'rinishda. Sizlar bilan men Johnny FC bo'ldim. Xo'p, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' salomat bo'ling va aytgancha obuna va like esingizdan chiqmasin. Bundan keyingi video obzor bo'ladi. Juda ham ko'p o'yinchilarni obzor qilib beraman. Juda ham yaxshi o'yinchilarni aytib o'taman. Bu o'yinchini tavsiya qilaman, bu o'yinchini esa tavsiya qilmayman. Xo'p, sizlar bilan men Johnny FC bo'ldim va esingizdan chiqmasin obuna va like. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman.